ئەقىللىق تېلىفون خۇمارىغا قانداق تاقابىل turisiz? كەترىن Brice'ның قانداق qilganda yanfondan yiroqlashqil bo'ladi degan kitobidan 7 nasihat. Erepchidin terjime qilg'uchi مۇھەممەد Yusuf. Yanfonga ehtiyojdan tashqari nihoyat ko'p berilib ketaman. Nurg'un kishilar shundoq qiladi. Yanfonga haddidan ziyoda qarash odatdagi ish bo'lib qoldi. Kishilar ish o'rnida, mashinada, metroda, uchratda, ko'chada, bozorda, yo'lda, dasturxonda, mehmondorchilikda va har qanday joyda yanfon bilan hapilishidi. Hatto ko'ngli siqilgan hamon yanfonga yuzlanadi. Bu ahvol ishlab chiqarishimizning va atrofimizdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatimizning ozayishiga sabab bo'lmoqda. Shu sabablik fan texnika ishlari mutaxassisi Katherine Brice'ning kishilarning yanfonga haddidan ziyoda berilib ketishiga chek qo'yish uchun qandaq qilganda yanfondan yiroqlashqil bo'ladi degan mavzuda maxsus kitob yozgan bo'lib, kitobning oldingi yerimida yanfonga haddidan ziyoda berilib ketishdan kelib chiqadigan ziyonlar, yanfonning mengimizga qandaq ziyonliq ekanligi, bizga qandaq besimlarni elib keladiganligi, hatto uyqumizga keltiradigan salbiy ta'siri haqida to'xtalgan. Ikkinchi yerimida bo'lsa, ehtiyojdan ortiq yanfon qo'llanishdan saqlanishga odatlanish uchun 30 kunlik tajribani o'ttirg'a qo'ydi. Bu yanfonni butunlay tashlash emas, balki uni joyida qo'llanish uchun taqdim qilingan tavsiyalardir. Tövendekiler Katherine Brice'ның yanfon xumarig'a qandaq qilganda yanfonga qarashni azaytqili bo'ladiganligi haqida taqdim qilgan tavsiyalarning ba'zisidir. Birinchi, yanfonga bo'lgan rag'batingizni yenging. Tamak xumardan qutulish uchun elib berilgan chora yanfon qo'llanishni azaytishni xohlaydiganlar uchunmi yaraydi. Chunki har ikkisi rag'batni yengish bilan bo'ladi. Xuddi tamakiga xumar bo'lib qolgan odam tamak xumari kelgan chaqda o'zini tutib olib, o'zining tamak chekish rag'batini yengandek. Yanfon xumari bo'lib qolgan biz yanfonga bo'lgan qattiq rag'batimizni yengib chiqalsak, cho'qim g'alaba qilamiz. Rag'batni yengish, uningga qattiq qo'lliq bilan qarshi turish yoki o'zimizni jazolash bilan emas, balki rag'bat kelgan chaqda o'zimizni tutib olib, qo'limizga yanfonni olmaslik, diqqatimizni boshqa ishlarga burab, ko'nglimizni biror ish bilan mashg'ul qilish bilan bo'ladi. Shuning bilan rag'batni pasaytgili bo'ladi. Ikkinchi, boshqalarni sherik qiling. Siz yanfon xumaringizga chek qo'ygandan keyin boshqalarni shunday qilishga da'vat qiling. Ammo do'stlaringiz, hatto oilangizdagilar ichidan sizning bu da'vatingizni qabul qiladiganlar bakma oz bo'ladi. Lekin siz umidsizlanmang. Hamisha ularni da'vat qilib turing va yanfon rag'batini azaytishda ularningmi siz bilan birga bo'lishini qo'lga keltiring. Chunki bir ishni atrofingizdagilar bilan birga qilganda sizga og'ir tushmagandek, sizning yanfon rag'batiga taqobil turishingiz o'ng'aylashidi. Bu yangi bir tantarbiya usulini qabul qilganga o'xshash bir yangilik bo'lib, atrofingizdagilar bilan birga qilganda texmi ko'ngillik bo'ladi, yolg'izlik his qilmaysiz.
Üçüncü, yanfon bilan bo'lgan hozirgi munosabatingizni aniqlab chiqing. Sizning mushkulingizning qaysi darajada ekanligini bilish uchun sizning yanfonga kunda qanchalik vaqt qaraydiganligingizni aniqlab chiqishga to'g'ri keladi. Chunki miqdorini belgil bo'ladigan har qanday ishni idora qilg'ili bo'ladi. Yanfonga qanchalik vaqt qaraydiganligimizni bilish uchun iPhone'ga Moment, Android telefonga Off Time degan programmani tushirish lozim. Bu programmalar sizning yanfon qo'llangan vaqtingizning miqdorini, kunda qancha qitim yanfonni qo'lingizga olganligingizni aytib berdi. Siz programmani tushirib bo'lgandan keyin sizning yanfon qo'llanishingizdagi maqsadingizni belgilab olishingiz lozim. Chunki sizning yanfon qo'llanishdan bo'lgan g'oyangiz aniq bo'lmasa, yanfon qo'llanishga chek qo'yishda g'alaba qilish qiyinga to'xtaydi. Siz yanfonni ish o'rningizda ishlatamsiz? Faqat hojat bo'lganda ishlatamsiz? Bekor qolganda ishlatamsiz? Bir kunda taxminan qancha soat ishlatasiz? Siz bularni belgilab olmasangiz, nishonsiz yo'l mangandek umringizni zoya qilib etasiz. 4. Xabarlantirish sistemasini taqoting. Yanfoningizdagi xabarlantirish sistemalarini, hatto xat sanduqingizdan keladigan xabarlantirish sistemasini taqab qo'yishingiz yoki ovozsiz holatga aklab qo'yishingiz lozim. Agar xat sanduqidan yoki ish o'rnidan va yoki oila a'zolaridan keladigan uchurdan xabarsiz qolsam bo'lmaydi desangiz, yanfoningizni muhim kishilar deb ashulardan kelgan uchurlar haqidala xabarlantirish bersi bo'ladigan qilib to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Shuningdek, dasturxon, ish o'rni, yotoqxon qatorliq joylarda va muayyan soatlarda telefonga javob bermaslik degandek prinsiplarni belgilab amal qilish nihoyat yaxshi. 5. Boshqalarni qartib qo'yib, yanfon o'ynamang. Mehmondorchilikda, do'stlar bilan g'izolanishda va oila a'zolari bilan dasturxonda o'tirganda yanfonni o'zimizdan yiroq qilishimiz lozim. Chunki mushundaq o'tirishlarda yanfon bilan birga bo'lib qelish bizni o'zimiz qarshib o'tirayotgan kishilarimizdan yiroqlashtirib qo'ydi. Go'yoki biz bu o'tirishga hozir bo'lmagandek, chiroyimizga qarab o'tirgan kishilarning hech bir qimmati yo'qdek tuyg'uni berib qo'ymiz. Afsuski, hammamiz bilib bilmay bu xatolikni sodir qilib qo'ymiz. Do'stlar yoki xizmatdoshlar orasida bo'lib turadigan cho'ng kichik yig'in yoki suhbatlarda yanfonni yiroq joyda qo'yish yoki vaqtli taqab qo'yish nihoyat zarur. 6. Yanfondan yiroqlashib beqing. 30 kunlik yanfondan yiroqlashish mashqida 20 yoki 21 kun bo'yicha har kuni 24 soat yanfondan tamamen yiroqlashish tajribasini elib bering. Bu sizning irodangizning qanchalik kuchlanganligini va yanfondan yiroq turishda qanchalik g'alaba qilganligingizni sinash uchundir. Buningdan muhim bo'lgani, balkim asli maqsad talantning o'zini isbotlashiga yo'l qo'yish va tabiiy hayotga qaytishdir. Sizning kuchlik 24 soatingiz tirikchilik qilish, orom elish, tamoqlanish, kitob yoki gazet o'qish, tan sog'liqni saqlash uchun mengish, harakat qilish uchun berilgan vaqtdir.
Yana buningdan boshqa siz qilishga tegishli nurg'un ishlar bor. Agar siz shu ishlarni qila olsangiz, yanfonga qarab o'ltirib, vaqt zoya qilgandan 1000 martaba afzal ish qilgan bo'lasiz. 7. Qiladigan boshqa ishlarni izlang. İctimai uçur vasıtalar bilan yoki parvosiz holda yanfonga qarab o'ltirish bilan zoya qilingan vaqt foydali biror narsani o'rganib olishga yoki biror yangilikni bayqashga yetadigan vaqtdir. Hech bo'lmaganda yanfonga isrof qilgan ashu vaqtda uzun musofaga mang'ili, birər muzeyni ziyaret qılğılı, birər dostun yoki tuqqandan hal so'rg'ili, o'zimiz yoqtiradigan kitobni o'qib, manfaat olg'ili, birər guruhga qatnashib, yaxshi faoliyat elib borg'ili. Do'stlar yoki oila a'zolari bilan ko'ngillik vaqt o'tkazgili bo'ladi. Bu işlarning hammasi tan salomatligimiz uchun foydali bo'lgan, o'zimizga va boshqalarga manfaatli bo'lgan ishlar bo'lib, bizni hammadan baxtli qilishga, tenimizni sog', ruhimizni sog'lom tutishimizga yetarlikdir. Manba Al Mujtama jurnali 2019-yil 24-sentabr. Tugidi.